Assalomu alaykum do'stlar. Biz Xalqlar do'stligi san'at saroyiga tashrif buyurdik. Bugun menimcha hech qaysi teatr tarixida bunday voqelik bo'lib o'tmagan. Agar yanglishmayotgan bo'lsam, chunki hech bir teatr Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'zini klass konsertini o'tkazmagan. Bu ishni faqatgina Mirzabek Xolmedov boshchiligidagi Satira teatri amalga oshiryapti va bugun biz eng qiziqarli jarayonni sizga namoyish etish uchun mana shu yerdamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Kayfiyat hozircha zo'r, yanada zo'r bo'lish uchun hozir ustozlar bilan mana qalpoq guruhi ham kelgan. Birga o'tirib tomosha qilib, kulishib, mazza qilamiz. Ustoz, hozir sahnaga chiqayotgan Satira teatri aktyorlari orasida juda ham yoshlari bor. Ilk marta katta sahnaga chiqayotganlari bor. O'zi qiziqchini va aktyorni sahnaga chiqishdan oldingi eng katta qo'rquvi nima bo'ladi va buni qanday yengish kerak? San'atini chiroyli qilib ko'rsatish. Bu juda hayajon bo'ladi. Bu juda katta mehnat bo'ladi. Hozir yaxshi ko'rinsa, nazarga tushsa tushdi. Tushmasa yana mehnat qilib qaytadan chiqib kelaverish kerak. Shuning uchun yoshlar o'zini ko'rsatsa o'ziga yaxshi. Hammanglar o'zinglarni ko'rsatinglar. Men teatrga borganimdan birinchi gapirgan gapim shu edi. Bisotinglarda nima bor? Qo'shiqmi, she'rmi, g'azalmi, qiziqchilikmi? Hammalari bisotidagi borini mana chiqarishyapti. Biz esa uni chiroyli qilib ishlab, xalqqa u bilan birgalashib yetkazib berishimiz kerak. Vazifasi shu ustozlikda. Blogerlar baraka topsin. Juda ajoyib blogerlarimiz bor. Kelib yopishaveradi, savol beraveradi, bilasizmi? O'qitayotganimizda mikrofonni tiqtiradi, ko'pirtiradi. Bloger so'rayapti, "Otaxon, nima ish qilgansiz?" Sunnat ustasi bo'lganlar. Eng ulug' kasb, ilohiy kasb. Sunnat ustasi. Nechta bolani sunnat qilgansiz? Otani qarang, javobini aqlli deb biz xalqimiz. Soni ismda yo'q, lekin uzunasiga 3-4 kilometr bo'ladi. Bo'ladi, 3-4 kilometr bo'la turibdi. Sizni bu konsertdagi asosiy vazifalaringiz nimalardan iborat? To'g'risini aytsam, bu yilgi konsertda men orqa tomonda ko'rinmas rol ijro etdim, chunki men tashkilotchilik o'sha qisqa qilib aytganda otamizga yordamlashdik. O'sha tashkiliy ishlar, konsert tashkiliy ishlarida bardavom bo'lib sahnaga chiqmayapsiz. Sahnaga chiqdim, qo'shiq aytib, o'sha masqaraboz qo'shig'idan aytdim. Bugun tomoshabin sizni yana qaysi umuman boshqa qirralaringizni ko'radi? Bugun hayvonligimni ko'radi, ya'ni hozir ayni mana shu obrazim maymunning obrazida chiqaman, lekin oxirida baribir odamga aylanib, odamlarga o'zlarini turmushda, xo'jalikda, o'zi umuman hayotda qilayotgan kamchiliklarini oyna sifatida bajarib ko'rsatib beraman. Satira hozirgi kunda albatta tomoshabinga oyna tutish kerak-da. Siz bugungi chiqqan o'zingizning obrazlaringiz bilan tomoshabinga qanday fikr bermoqchisiz? Berib bo'ldim bitta chiqishimda. Chiroyli bir nima berdim. Bu ham chiroyli ketdi, chunki bu nafaqat Ergash Karimovlar, ustozlar va Sohibxo'jayevlar ko'targan mavzu. Balkim Abdulla Avloniyni bilasizmi, taniysizmi? Albatta. Abdulla Avloniy Turon teatr asoschisi va baraka toping. Va o'sha advokatlik osomi degan asarida to'ylar haqida mavzu gapirilgan. Ya'ni bir oddiy aravakash to'y qilaman deb boshqalarga nima qilaman deb odamlarning gapiga qarab turib o'zi nima qolib ketganligi, hech narsasi qolganligi haqida
mavzu ko'tarilgan. Bu mavzu ko'tarilib O'rta Osiyoni haqiqatan bizning xalqlarimizni ana shunday bir o'zi topgan pulini bebrski ishlatishdan qutqarish kerak. Ay, bo'yda bu chiqisi yo'q. Ozgina shiraka ekan, ozgina qo'polon qilmaydi. Bizga ham shu Yo'q. Biz ham bir qarindoshimiz bordi. Shunaqa bir to'polon qilganda boylab qo'ygandik. Bunga boylab qo'yaylikmi? Yo'q. Yaxshi keldingizmi? Ha, endi qarindoshlar yaxshi keldik. Endi biz privatliklarga oson emas o'zinglar tushunasiz. Bizni qaysi qarindosh? Ota tarafi, ona tarafi. Ay, bir chetga o'tib turma. Ota tarafi. Uzr. Sizlarga kuyovmi bor edi? Kelim bor edi. Pushkinni Tobutsoz asarida kelin obrazida chiqaman, ya'ni nikoh kechasi duo qilmasdan, yuvilmasdan, taralmasdan ko'mib tashlaydi. Meni tanidingmi Tobutsoz? Men nikohim kechasi omonatimni topshirdim. Sen esa meni yuvmasdan, taramasdan, duo qilmasdan ko'mding maraz. Ablah Tobutsoz, barmog'imdagi uziga yoqib qolib ololmading. Barmog'imni shimib eplolmading. Oxiri bolta bilan chopib uziqni olgansan. O'zi klass konsert, menimcha teatrlar tarixidagi birinchisi Xalqlar do'stligida qaysidir teatrni konsert berishi yoki o'zini bir namoyishini ko'rsatishi. Bu fikr albatta Mirzabek Xolmedovdan chiqqan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Sizlarning fikringlar qanaqa bo'ldi? Qarshilar bo'ldimi? Yo'q, hamma bir tomondan ha biz rozimiz degan fikr bo'ldimi? Yo'q, umuman qarshilar bo'lmadi. Aksincha bolalarimiz jon jahdi bilan nima deydi, mehnat qildi, harakat qildi, o'zlari nimadir bo'lsa olib kelib ko'rsatishdi. Buni menimchalik bu har bitta aktyor uchun nima deydi, havas qiladigan joy. Mirzo teatriga omad, satira teatriga omad, hamma ijodkorlarga omad, Qiziq TV kanaliga ham omad tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Qiziq TVning qiziq muxlislari ko'rganingizdek klass konsert yuqori kayfiyatda o'z nihoyasiga yetdi. Sizga deyarli hamma jarayonni ko'rsatishga harakat qildik. O'sha parda ortidagi voqeliklar, qiziqarli intervyular va grim holatida o'sha zombidan intervyu oldik. Va bundan qiziqlari albatta oldinda. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Klass konsert, satira teatri, Qiziq TV. Qiziq TV kayfiyatingizni biz belgilaymiz.